Bu mo'ykani haqiqatdan ham dahshat plyus taraflari bor. Agar siz vaqtingizni bebaho deb hisoblasangiz, mo'ykani o'zingizga dastavka qilib chaqirsangiz bo'ladi. Gap nima haqida ketayotganligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Menga bir nechta obunachilarim jo'natdi, yaqinlarim ham jo'natdi. Toshkentda vyiznoy mo'yka ochilgan. Xuddi Amerikadaqa furgonli mashinada kelib mashinangizni yuvib ketadi. O'ta qimmat mo'yka. Men so'ramadim hali narxi necha pul turadi deb. Buni plyus va minus taraflari bor. Birinchi plyus taraflaridan boshlasak, siz birinchi o'rinda vaqtdan yutasiz. Agar siz haqiqatdan ham vaqtingizni bebaho deb hisoblasangiz, mana shu mo'ykani chaqirsangiz bo'ladi. Kelib mashinangizni yuvib ketadi. Ya'ni bir haftada 4-5 soat vaqtingizni ekonom qilasiz. Men bilamanki, buni narxi juda ham qimmat bo'lishi kerak, chunki siz bir kunda 10 ta mashina yuva olmaysiz. Siz bir kunda maksimum 2 ta mashina yuva olasiz. Shunda bitta yuvish narxi $50 bo'lishi kerak deb hisoblayman. Ya'ni bu taxminan 600 ming bo'ladi. Undan arzoni akalar uje qoplamaydi. Agar shunaqa biznes qilishni rejalashtirib yurgan bo'lsangiz, faqat shu yo'l bilan qilish mumkin. Siz hammani mashinasini yuva olmaysiz, lekin ikkita mashinani chotki qilib yuvasiz va $100 kassangizga pul tushirasiz. U rasxodlar o'shani ichida, xullas, barcha rasxodlar o'shani ichida. Shuning uchun agar shunaqa premium mo'yka qilaman deyotgan bo'lsangiz, ayniqsa dastavka mo'yka qilaman deyotgan bo'lsangiz, men bunga qattiq ishonaman. Buni kelajagi bor. Buni narxini $50 dan kam qiladigan bo'lsangiz, umuman o'zini qoplamaydi. Fikrimga qo'shilasizlarmi? Narxi necha pul bo'lishi kerak? Fikringlar kommentariyada yozib keting.